Yo, hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Joxa. Har doimgidek sizlar bilan Joxa bo'lyapti. Короче, o'rtoqlar, sizlarga hammalariga rahmat. Короче, 100 taga ozgina qolmiz va go tezroq 100 taga chiqaylik va ko'proq obunachi yig'ib galatika olaylik. Bugun sizlarga men O'zbekistondagi va другой boshqa regiondagilarni ko'rsatib o'taman. Top akkauntlarni ko'rsatib o'taman. Eng zo'r akkauntlar qaranglar. Kiramiz. Birinchi o'rinda men o'zim yoqtirgan blogerni nimasini yozdiraman. Ayo bu Zufar ekan bu. Hozir to'xtanglar-da. Hozir mana Joxaniki qaysida mana. Hozir sizlarga Joxan akkauntini ko'rsataman, qarang. Mana Joxa yeti. Men eng yaxshi ko'rgan akkauntimdan biri. Mana shu Joxani eng yaxshi ko'rgan Joxa blogerim men. YouTube Joxa FF yozib qo'ygan, bitta galatika qo'ygan. Список желаниyadan bitta. Oy, bu patinkani bu olmagan ekan. Tamom mayli o'rtoqlar. Список желаниyadan shu ekan. Endi xullas Zufarmax Zufarmax Ali akamiz akkauntini obzor qilgandilar. Mana Ali akamiz akkaunti. Ali Jabki yozganmi? Uy, akkaunt qaranglar o'rtoqlar. Va shiko bu maksimalnida. Uy, Daypiyot bilan Jumani. Uy, yomon olski akkauntlik. O'rtoqlar, ko'zim yetmayapti buni. Tak bo'yaq propsga kiramiz. Qaranglar, hammasi sotib man qo'yib ketdi. Hammasi sotib olinib kelyapti. Nima? Hammasi sotib olingan o'rtoqlar, qaranglar. Uy, maksimal akkauntga mehr berilgan. Список желаниyadan shular ekan. Shular список желаниyadan ko'ramiz. Endi esa Inosh, конечно, o'rtoqlar. Mana Inosh 169. Inosh, uy, akkauntini qaranglar o'rtoqlar. Uy. Tak, men patikani o'tdi, jo'q xohlaganini. Nega qo'yib qo'ygan bilmadim, ammo men maskiman desgacha bo'lmabdi ko'z bilan. Tak, список желаний. Bomba, u krolikni olmaganmi? Keyin mana bu kirib kelish ki bu va 100 уровень va Madara nimagadir bosib qo'ygan. Endi esa Zufarmaxning akkauntini ko'ramiz. Mana O'zbekistondagi Zufarmax akkaunt. Qaranglar, uy, akkaunt bulloqni tushirgan. Tak, to'xtanglar. Uy, butun Naruto kollaboratsiyasini qo'yib qo'ygan. Tak, bo'yaq propslardan sotib olingan, ba'zilar qolib ketdi va ancha mendan oldin boshlagan ekan. Yana men bunda boshlaganman, Scorpionni betida. Tak. Endi список желанияni ko'ramiz. Список желания degani. Birinchi bo'yaq propsni zolotoyligi va ikkinchi bo'yaq propsni zolotoyligi, bir uchinchi bo'yaq propsligi ismida yo'q, shuning uchun 10 let. Bugun nima bo'lgan? Va mana bu. Men shuni ko'rmaganda mana shu emotsiyalar orasida. Tak, endi men o'z qo'llarim bilan yozaman. Endi menga yoqqan akkaunt. Mana shu ID. Mana uni akkaunti. Menga eng yoqqan akkaunt mana shu bo'ladi. Ammo bu o'zgalar. Bir paytlar mana shuni sotib oldim, ammo endi yo'q bo'ldi, ham sotib oldim. Meni gildiyam yo'q aytgancha. Nevi gildiya yozib qo'ygan, ko'rdinglar? Va nima hamma narsalar bor odamni. Nimaga shunday qilib qo'yasizlar? Tamom, atak normal akkauntlarda bular. Tak, endi men sizlarga galochkasi Garenanikini ko'rsataman. Tak, короче, birinchi bo'lib to'rni ko'rsataman, qaranglar. Mana Kelli yozilgan. Короче, bu akkauntni qaranglar. Ustiga hech baho kiymaganmi? Hech narsa kiymagan, bitta Narutoniki.
kollaboratsiyasidan mekib ketib qoldi. Flash, mana boya qanday bor, taq bor ekan, 8 litli akkaunt. Boyaqniki, Saynara Boy, Scorpion, ikkita evolyutsiya, mana bu ikkita skin. Joker ataklarini. Buni nomi qani? Ofitser komanda. Ofits komanda. Список желаниyadan nima xohlaysiz? Bitta shu doskani ololmaysizmi shuni? Endi esa boshqasini ko'rsataman. Mana Harold. Maydir qiz balaga qo'yib qo'ygan krolikni. Skini 4609 bo'lgan. Kichkina skin qancha bor ekan? Ko'k angashtani. Dino bilan mana bu men bilmay qo'ygan, bilmadim. Men bu istagan skin Jokerniki. Birinchi boyaqroq ko'rsatgancha banan va mana bu dravashga уже allaqachon evolyutsiya qilib qo'yibdi. Bu mana bunda bor ekan. Так, короче, bu nega bularga bosgan? Atamanda bu. Hay bo'pti. Endi esa keyingisiga o'tamiz. 2. Ofitsiallik Cristiano Ronaldoning haqiqiy akkaunti. Bu birinchi banga kirgan akkaunt edi. Qaranglar, bu banga kirgan akkaunt. Yani ko'rsatmada qo'ydilar. Buni qaranglar, birinchi boyoqni o'stamda o'ynayapti, sotib olingan. Ikkinchi boyoq просто sotib olingan. Qo'liga qanday kuchli bo'lgan. Kerak. Список желаний yo'q. Так. Yana bir akkaunt bo'lish kerak esimda bo'lsa. Atak 3 va 3 ni qilib ko'raylikchi. Esimdan chiqib ketganlar bu akkauntlarni. Mana shu akkauntni men yaxshi ko'raman. Hech vaqosi yo'q deb ko'rinarim, qaranglar. Mendan sal oldin o'ynagan. Так, короче, endi men o'chirib tashladim. Endi esa 5 ni qilib ko'raylik. 5 agar esimda bo'lsa, bilolma bormidi? Yo'q, bitta hech narsa yo'q. Xullas, o'rtoqlar. Mana sizlarga ko'rsatdim, qanday akkauntlar bor, zo'r akkauntlarni ko'rsatdim. Xullas, menga yoqqan akkauntlarni ko'rsatdim. Zufar Max, Joha hammasini ko'rsatdim. Короче, mana sizlarga yana akkaunt ko'rsataman, qaranglar. 7 let tug'ilgan akkauntni chiqaman deb magazinga biroma tashlab yuborishga kirib ketaman. Hozircha almaz yo'q, hech kimga narsa tashlolmayman o'rtoqlar. Birovku qolgani qaror qilib qolsa, sizlarga biroma tashlab yuboraman. Albatta IDlarini yozib qoldiringlar. Yo-mayo. Mana buni qaranglar. Lolimoni albatta qayerda bilasizlar o'rtoqlar, menga vashshi yoqmadi. Терпение, добродетель. 3 ta narsa old narsa qilib turadi uni. Bittasi lol edi, bittasi mana bu emot edi, bittasi mana bu edi. Ko'p turganlaringdek bular emotzalar oldisga edi, ammo lolni qaytarib qo'yishdi, men o'zim ham tushunmadim. Nega qaytarishdi? Mana lolni qaytarishdi o'rtoqlar. Nega xafa bo'ldim men? Keyin mana bundan qaytarishdi, mana buni olib kelishdi. O'rtoqlar, ololmay qoldim-da. Lol qaytarib qo'yishgani yomon bo'lishdi. Faqatki menga yoqmagan narsa edi. Mana qaranglar, bitta turibdi. Endi esa endi bu yerda yana bitta turibdi. Qanday tushunish mumkin? O'zi avvalda ham tekinga keluvdi, endi hozir ham tekinga kelyapti. Ozgina narsalarni qaytarib qo'ygan. Короче, o'rtoqlar, xullas meni ham akkauntim noyoblardan turadi. Mana nimalarni qilib qo'ydim. Короче, bugun sizlar bilan mana profilim bezatamiz.
Короче, bu yoqqa esa verxdan biron nima qo'yamizmi? Nima qo'yamiz o'rtoqlar? Bitamiz zo'rlarni qo'yib bo'lgandimi? Mana bu kostyumcha qo'yilgan ekan. Atay undami? O'rtoqlar, men sizlarga bir maslahat bermoqchiman. Ko'p oldingi narsalar qaytib kelyapti, shuning uchun xafa bo'lib o'tirmang. Eski betdagi narsalar ham qaytishi mumkin, xolaveri. U nima qilishlaringga emas, loyiq emas. Xafa bo'lishlaringga loyiq emas. Короче, bu o'yinga tiqqan pullaring baribir qaytib kelishi mumkin. Ben bu o'yinni bilaman, albatta 100% tushunib bo'ldim bu o'yin nima qaytib kelishini, bu o'yindagi narsalar. Xolos, evolyutsiyalar qaytadi-ku, mana oldingi evolyutsiyalar qaytmayapti-ku. Olib tashlashdi oldingi moddalar. Moddalar nima evolyutsiyalar. Oldingi evolyutsiya ko'rsataymi sizlarga bitta. Qaranglar. Nima qarasizlar? Mana akkauntimga ID'si mana. Shuna kirasizlar, shuna craftland joyi bor. Mayka bitta bosib qo'yasizlar. Mayka bitta podpisatsiya degan joyga bosinglar. Ровно 3K bo'lgan. Craftland galchkasini olmoqchiman. Shuning uchun mana bu yo'lga kiraverasizlar hamma mentek bo'l. Eng zo'r joy shu. Mana eski evolyutsiya. Mana bitta eski evolyutsiya. Keyin yaqinda o'rtoqlar Inian qaytadi deyishyapti. Inian qaytadi va mana bu kirib kelish bilan qaytadi. Nima qaranglar. Menga yomon yo'q lekin. Mana juda yoqdi. Patchminga bosganman. Mana yana oldingi evolyutsiya qaytgan. Mana shu oldingi. Mana bu ham evolyutsiya. Mas'ul bo'lgan bo'lsa evolyutsiya mana. Mini gangaskin. Oldingi model, короче, oldingi evolyutsiya, короче, o'rtoqlar. Xullas, hammaga bo'pti, o'rtoqlar, sizlarga yoqqan bo'lsa, like-ni bosib qo'ying. Like-ni bosib qo'ying va obunani bosib qo'ying. Yil oxirigacha 100 ta bo'lamiz deganmiz. O'zi kamera qoldi, yil oxiri tugashiga ham, mana shu oyni tugashiga ham kamera qoldi.